Salam əzizlər. Həmənlə yaxşıdırlar, salamat durvatamsızlar. Mən Əsqər. Hər gündəki anca-munca avazımı anlatıp durvadım. Hazır tanışım болып ketdim sizlərə. Dostlarım bek qollab, quvvatlab berwatydy. Rəhmət sizlərə. Endi mening deydiganim bayatım bir 4 minut atrapida bir gap qilgandim, gap qilsam, gapim degan tasdiqlandi. Yani ilham elib yana shu gapning oxirini chiqaray dedim. Endi abaqa degan gapning hamda nimasi? Oxiri dostlarım. Ailede bala nemini köp görse şunun kızgıdı. Şunu özü yeteklep mağdı. Eğer ailenizde siz oturup harak içseniz balanız özlegidin harak marıp kalıdı. Aileniz oturup durup tamak çekseniz balanız şunu görse balanız tamak kumarıp yetişip çıkıdı. İsanızda bolsun. Küllüki nakşı müzik bilen bolsanız balanız sənət kızgıdığan boludu. Küllüki ailenizde cidel kılıp eriyal işkanlar boks meşik kılıp uruşup muşuş butasanlar balanız çambaş çoğup yetişip çıkıdı. İsanızda bolsun. Şunu qanday qilish kerak? Ailede özümüzni tutib olishimiz kerak. Har qancha achchig'imiz kelib ketsami, siyla sipoyliq bilan xapimman, sizning aras. Men xato qilibdiman. Bir eg'iz gap, do'stlar, bir eg'iz gap. Xapimman. Men xato qilibdiman. Bo'ldi, tugdi. Har qancha cho'ng jidal majra chikersimi, shu bir eg'iz gapni qilsangiz, qarshi taraf saranglar bo'lmasa, darhol to'xtaydi. Lekin bizde qalamliq bir eg'iz gapdan yo'q qolmaymiz. Qap qalsaq, ishi ko'p ketimiz emasmi? Ha? Bir eg'iz gapdan qap qalsaq, ish to'p ketimiz emasmi? Shuni qolmaymiz biz. Qanday qilamiz? Yana urushamdiq. Biz urushlar ma'qul. Biz ishi ko'p bo'lib ketmaydi deb, ish to'p ketmaydi deb, biz ayol bir-birimizla urushlar. Bolalarimizni qanday qilamiz? Bolalarimiz tarsa, jahil, nachar cho'ng bo'lsa, jamiyatga dash qolib qanday qilamiz? U chog'da qanday qilamiz? O'ylab baqali. Ma'qul. Biz urushlar. Hozirda qanday qilamiz? Mana sizlarning uzanlar qo'yib qo'ydim. Uzanlar o'ylanglar. Endi hozir jamiyatga buzilayotgan qizlarchi, buzilayotgan o'g'illarchi, ularni qanday qilamiz? Ularda sizlarning ota-onalarning mas'uliyati yo'qmi? Ash balla o'zligidan buzilib ketdimi? O'zligidan jamiyatga chiqib ketdimi? Ha? O'zligidan restoranga, çaylar amroq olib ketdimi? Ularning jinoyati kimda? Ularning jinoyatchisi kim? Jamiyatmi? Yo'q do'stim, jamiyatda hech bir gunoh yo'q. Bütün gunoh yanlamday muhitda. Ash balla yashagan muhitda. Eğer siz balaga yaxshi bir muhit hazırlab bergan bo'lsangiz, o balangiz hergiz undaq daşqallardan bo'lib ketmaydi. Siz şu muhitni hazırlab beremediniz. Ayol bo'lgan adam her günü çayda. Ya bu bichara ayollar soğuk içip ketmedi. Ey, çaydan oynayıversen sigar kökütsizler. Ayollar, yeter hem de şu oynagan çaylarınla. Şu ayoldan eri olgan sorunda. Her günü sorunda. Hele o sorunda, hele bu sorunda, hele başlıktan çiğe. Hele yanı bizden işe, yanı bizden mensip vay sorunda. Ticaretçilçe palanı keptiken, paganı keptiken, pitelle yalganlam ketler. Ayol ikisi bir-biri yalgan sözlep ötep, o ayan oynavatkan, bu mayan oynavatkan. Balı bichara kim qaraydi? Ya çoğans qaraydi. Ya başqası biz qaraydi, ya yalğız qaldı bichara bala. Bala terik turib yetim bo'lib qoladi. Ata-onasi turib, ata-onasi ya ajrashib ketmay turib, ata-onasi yana turib, bala yetimdek cho'ng bo'ladi. Ondan keyin qanday bo'ladi? Huzurni taladini izlaydi. Ha? Huzurni taladini izlagandan keyin endi o'ylab baqadi, taladi kimlar bor? Dal sizlarga o'xshash mas'uliyatsiz ata-onaning balları bor taladi. Sizlarga o'xshash mas'uliyatsiz ata-onaning balları bor. Şu balla aralashadi. Qanday bo'lmoqchi? Nurg'un yoshlarimiz aqtamoq chekib ketib o'lib qoldi.
Nurg'un yoshlarimiz jidal majradan turmoq kirib qoldi. Nurg'un yoshlarimiz o'g'riyanchiq bo'lib ketdi. Nurg'un qizlarimiz buzilib ketdi. Bularning mas'uliyati kimda? Ha? Jamiyatda deysizlar. Jamiyatning nim gunohi bor? Jamiyatni buzayotgan sendek, bizdek inson shu. Jamiyatni axlat dashqal qilayotgan sendek, bizdek inson shu. Jamiyat hech qanday gunoh yo'q jamiyatda. Dünyada hech qanday gunoh yo'q. Dunyoning aldamchi dunyo, yolg'on dunyo, dunyo, ma dunyo deb naqsh o'qishib ketsa-da. Haqiqatan aldamchi, yolg'onchi emasmi? Dunyoda nim gunoh, jamiyatda nim gunoh? Ha? Biz bek rastçıl o'xshamamdoq. Aldamchi dunyo, yolg'onchi dunyo, bevafo dunyo deysa, ular demak, aldamchi odam, yolg'onchi odam, bevafo odam deyishmamsa, dunyoning gunohi bor. Bütün buzg'unchilik qilayotgan biz insonlar, mas'uliyatsiz ota-onalar. Agar hammamiz o'zimizning mas'uliyatini o'zimiz bilsak-to'q, avlodlarimiz, o'g'illarimiz hech qizib ketmaydi, qizlarimiz jalab bo'lib ketmaydi. Magiyatni ochiq sat devatdim mamsa. Ashuna bo'lib ketmaydi. Ba'zilarimizdan o'g'riyanchiq bo'lib ketmaydi, ba'zilarimizdan xiroinchilik o'birnida qetib qolmaydi. Ba'zilarimizdan bolalari turmada yotmaydi. Bunun jinoyatkori kim? Yanalam ota-onalar. Hey, qachongacha o'ynashsa qolsang, o'ynashaveramsan, tugimamda. Endi bizning badal to'laydigan vaqtimiz keldi avlodlarimiz uchun. Yetar hamda. Elimi bo'lib ketdi. Bir moncha dashqalni jamiyatga chiqarib etdik. Nomus qilmamdik biz. Shashana deb bizsi va Natasha deb bizsi va o'g'avalar shu. Shunda chiroyli kelishgan o'g'avalar. Aballar nim bo'ldi? Shu ota-onasininki mas'uliyatsizligidan ash ballar ashunda holatga tushib qoldi. Hammanglar tillaysan shu ballarni. Nim bo'lding deb so'maysizlar. Uning dadiga yetmaysizlar. Bütün mas'uliyat shuning ota-onasida. Ota-onasi agar bayatim men degandek yuqori ishlarni qilmagan bo'lsa, uyda o'tirib bolalarini tarbiyalagan bo'lsa, ashi bichalar shu holatga tushib qolmaydi. Nurg'un qizlarimiz buzilib ketib bordi. Nima uchun buzilib ketdi ular? Buzuq tug'ilganmi yo bular? Har o'zunda emas. Ularni buzg'uni dal shuning ota-onasi. Anası çaydan kelenmegen, dadısı qimasi o'rindan, restorandan, yataqlardan kelenmegen. Bichar bola qaradigan adam yo'q, nasihat qiladigan adam yo'q. Shuning bilan jamiyatga chiqadi. Chiqqandan keyin juma abay degandek, jamiyatda dal ashning qizlarning ota-onasidek, ota-onalarning bolalari bo'lgandan keyin shularga aralashib, ashunaq buzilish holatiga kelib qoldi. Yigitlar, endi men sizlarga ota-onalar, o'zinglarni bilib olinglar. Evlatlarımız için bedel töleyle. Evlatlarımız bizim kelgisimiz, bizim ümidimiz. Değil mi? Kelgisimiz için, ümidimiz için bedel töleyle. Oynamayla hem de yeter. Yelim oynab aldık. Hem de kendimizi kayıtıyla cayımız keldi. Ögün ben abayımı deyip öttüm. Ögün lanet kalımız lanetke. Hey sen kimden balsa dese, falandan balsa degen vay ata-anana lanet tüfeyi deydi. Yaşırak terbiyelet bakın ha? Sen kimden balsa dese, palanı balsa dese, ata-anana rahmet balam deydi. Ey ballar, ata-anamızdan hürmetleyimiz o. Ballarımız bizni hürmetlesin. Ballarımız bizni hürmetlesin, bizi qanday qilamiz? Ha? Biz qanday qilamiz? O'ylab bakinglar. Ballar hürmetligidek bir ishni qildi. Nefsimizin yig'ili, o'zimiz